Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xayrli kech hammaga. Xudo xolasa Valentin ishlarimiz почти tayyor bo'lyapti. Bu tomonda yangi turetski modellarimiz tayyor. Bunimiz ertaga Qo'qonga olib borib topshiramiz. Boshqalari chiroyli bo'lib sochiq materialda tayyorlandi. Machalkalari keladigan bo'lsa 8 sm bo'ldi, orqasi o'zi 6 sm bo'ldi. 7 ham bo'libdi. 7 sm bo'lib ketibdi. Zakazga tayyorlagandik. Bunimizning narxi ozgina qimmatroq chiqadi. Endi shu qalinligi uchun materiali, nimasi machalkasi, temirlari, karkas holatlari yaxshi qalinidan, xudo xolasa. Bu tomonda mana Valentinimizda sidinalar tayyor turibdi. Shohona ishlarimiz ham tayyor. Bunimizni ham tayyor qilib bo'ldik, xudo xolasa. Arqa ko'rinishlari sidinalari 12 sm balandlikda, orqalari uchlik, turetski materiallar bilan qoplab, turetski shampan, tilla goldlarda sepib, laklarigacha sepib chiroyli qilib qo'ydik. Bunimiz sotuvda bor, tayyor. Valentinimiz ham sotuvda bor, tayyor bu ham, xudo xolasa. Materiallar mo'yishi, yuvib, artib, tozalab ishlatsa bo'laveradi. Bu tomonda graflarimiz bor mana. Graflarimiz jemshug sepildi hozir. Sifatlari o'ta a'lo darajada. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda, xudo xolasa, telefon qilsalaring, dogovor qilsak, dastavkasi nimasi zaklatiga 500 ming so'm pul tashlaysizlar. Qolgan ishlaring bitgandan keyin qolganini tashab, upakovkasiga to'g'ri o'zimiz qilib beramiz. Bu holatda chiroyli chiqadimikan? Bu holatda chiroyli chiqadimikan? Kommentda yozib ketinglar. Mana shampanga nimaga tillon sepib artilgani bu. Qasi ham shu holatda turibdi. Oldi arqa o'yilgani, original varianti, xudo xolasa. Oyoqlari 9 ga 9. Bunimiz chinordan tayyorlandi. Mana tomonda mana kobralarimiz bor, arzon ishlarimiz, misol 5,5 million so'm, 5 million so'm qilib beraveramiz mana shu ishlarni ham. Bu ham quruq, ishchi sifati o'ta go'zal mana. Tiniq, toza turibdi. Zo'r. Bu tomonda 3D'larimiz tayyor bo'lyapti. Bu 3D'larimiz Toshkentga 18 ta zakazimiz bor, xudo xolasa. Bu ham endi birinchi sloy grunt o'tgan ajdaydan chiqyapti. Mavishlarimiz 12 ta bor, bundan ham sotuvga, xudo xolasa. Bunimizni ham tayyorlaymiz. Yo shampan svet, yo tilloran qilamiz, yo kumush qilaylikmikan. Shu o'ylanib turibmiz. Rangini aniqlanmasdan aniqlasak, sirazi buni ham sepib, xudo xolasa, agar egasi aloqaga chiqib qolsa, egasini xohishiga qarab chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz. Yana manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan. Uzoq deylar, endi Qo'qon desa yaxshi tushunadi ko'pchilik. Qo'qondanmiz. Qo'shni viloyatlardan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston zakaz qilmoqchi bo'lsalaring bemalol qilaverasizlar. Xudo xolasa kargogacha dastavkalarimiz bor. Yetkazib beramiz inshaalloh. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xurramlarimiz bor. Xurramlar ham yong'oqdan. Hamma ishimizdan bor. Qisqasi, menga o'zimda yo'qlarni ham rasmga olib turib tashlasalaring, ilojini boricha topib tayyorlab beraveramiz.